Usta, men sizni atay Farg'onadan chaqirdim. Qani menga bitta effekt ko'rsating endi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamyurtlar, qalisizlar, zo'rmisizlar, charchamasizlar. Bak keling, yaqinroq keling. Mana biz birinchi o'rinni ko'rsatamiz. Mana ko'ryapsizlar, mana. Ko'ryaptimi? Yaqinroq. Ko'ryapsizlar, tortimda yana bir ozginadan keyin yana ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Charchamasdan, tog'lamasdan. Endi bugun ishni yakunlagan joyimizda yana bir manzilni eslatamiz. Jizzax viloyatini G'allaorol tumanidamiz. O'sha Sanoatchilar ko'chasida. Xo'p, endi nimalar ishlar qilindi? Voy, mana uni qaranglar, mana uni qaranglar. Mana qaynashini qaranglar. Hali 2 daqiqa bo'lmagan narsa qaynash boshlayapti-yu. Xo'p, endi uchta qozonni ko'ryapsizlar. Hammasini chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi 5 litrlikdan bular. Bitta 125 litrda, bitta 80 litrda, bitta 25 litrda. Endi xonadon bor, qanaqadir mehmon uchun, mana to'y marosimlari uchun ham bo'laveradi, aqiqalar, izdihomlar, qanaqadir marosimlarga maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Endi kenjatoy qilib burchakka tandirda qo'yganmiz-da, ko'ryapsizlarmi? Endi men jan novcha bo'layman basman. Ammo aytib novchadan ham kelib tandirga kelyapti, to'g'rimi? Shunday qilib kirganda o'zim bilan bo'y barobar bo'ladi. Endi buni aytmoqchi bo'lganimiz, zontik yasaganmiz. Zontikda tunika fondan yoki qanaqadir asinkonli listdan qo'yib boshqa qilib o'tirganimiz yo'q. Zamonaviy qilib, xalq bog', cho'ntak boqib qo'yganmiz. Zontikimiz razmeri 1.40 ga 1.40 bo'lgan. Hali kepkaga o'xshatib qo'yganmiz. Endi sizlarga eng asosiy narsalardan birini ko'rsatib qo'yamiz. Nima bu? Operator bu tomonda. Mana mangal bo'lardi. Mangal men bemalol turib pishiraman. Ko'ryapsizlar-a? Endi men charchada yedim, maza qildim, hamma bilan o'tirib. Xo'p, tagida tandir bor. Bitta ko'rsating. Tagida tandir bor buni. Ko'ryapsizlar-a? Qani? Endi tandirdan yedik, boshqa qildik. Mana endi isparinani ko'ryapsizlar-a? Tandirimiz, mangalimiz, 3 ta qozon. Bu noyob degan tandir. Nari tandirimiz go'sht tandir. Unda go'sht dimlanadi asosan. Xo'p, endi mana bitta shunday qilib tap etib o'tirib, bomni yopishini ko'rib, ba'zi hamma narsani kuzatib o'tirishdan boshqacha kayf beradi-da. Dars davom etamiz. Bitta rabochiy stol qo'yamiz. Buning uchun choynalarga, boshqa narsalar uchun bokimizni ko'ryapsizlarmi, bokimizni? Voy nima deyapti mana bu aniqlik bosishga arziydigan-da, mon qaranglar. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Buni shunday o'chiramiz. Yopamiz. Qaynaganda bu shunday ochib, suv chiqishni boshlaydi. Yana nimasi bor qulayligi? Qulayligi bu yerda gazdan tashab qo'yganmiz. Gazni ko'ryapsizlar. Buni faqat endi chaqachqalarni o'rnatib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, keyingisi davom etadiganimiz bitta gaz panel bo'lgan. Bitta elektrik variant. 3 ta gazovoy. 1 2 3 4 ko'ryapsizlar-a? Tagida mana eshiklar qilib qo'yganmiz. Ko'rsating chiroyli qilib, ichkarida hamma narsasini joy-joyiga qo'yib. Xo'p, endi keyingisi davom etamiz. Buni yopib va albatta doimgidek. Voy, ko'chadan kelgan odamlar shunga qaraydi, shunga yopishadi-da. Qo'lga uyish kerak emas. Xolasi manda qilib hamma tomon chachib ham tashlaveradi. Ko'ryapsizlar-a? Shampunchalari bilan plus. Xo'p. Endi bularni qildik, hamma narsa bityapti. Endi yana nima kerak? Endi asosiysi oyoqdagi ham ishlov berib qo'yganmiz. Bunga ham beramiz. Mana shu patologimiz, devorimiz, eshiklar. Ya'ni bularni nima uchun aytyapman? Yaxshilab diqqat qilinglar, aytayotganim sababi. Bu yerda boshida videosini qo'yib qo'yganmiz. Rahmat bergan bo'lsalar, orada bir yana rasmni ham qo'yib ketamiz, harakat qilamiz. Bu juda ham kelganda boshqacha atmosfera edi. Kirgan odam bosh aylanib, ketaylanmay qoladigan joy edi. Shuning uchun hamma joyiga o'zimiz ishlov berdik. Xonadon egalariga bizga berdik. O'zimiz qanaqadir nimadir fikr qilgan bo'lsak, nimadir niyat qilgan bo'lsak, qanaqadir ideya o'ylab qo'ygan bo'lsak, o'zimiz qilaylik. Desak, mana qaranglar, mana uni. Ey, tortimni qaranglar, tortimni. Nima deyapti mana? Bir dona tutun bormi? Hech qanaqa tutun yo'q. Endi hamma narsani pishirib tashlasak bo'ladi. Xullas, xonadonlardan so'radik, aytdik, bildirdik fikrimizni. Bizga bering, o'zimiz shularni joy-joy qilamiz.
Hammasini joy-joyiga qo'yib qilib berdik. Xudo xolasa bugun rashodni oldik. Ko'ngildaydi. Har bir ishga chiroyli qilib yondashganmiz, bitirib yakunlaganmiz. Endi narx-navosi necha kun ketdi, bularni hammasini ko'pchilik qiziqyapti-da. Voqea mana uni o'chmayapti, o'tiring. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda materialni aytamiz. Narx albatta aytiladi. Xo'p, mana shu ketgan o'sha summani o'zi kecha hisoblab chiqqanmiz. 19 million ipidan ignasigacha ketdi, faqat material. Endi nima bor edi? Mana patologiya bo'lib ketganda, patologiya освещение, endi eshik. Xullas qalam hamma narsa faqat rasxodni o'zi. Xizmat haqqina bo'ldi degan bo'lsa-da, xizmat haqqimiz ochiq oydin bo'ladigan narxni aytib qo'yamiz. Polni bitirib berishimiz 18 million summasi bo'lgan. Endi 18 million ichida bu narsalar qimmat, arzimaydigan, ish O'zbekistonda yo narx Amerikada. Yo'q, mana komment iloji boricha shuni yozmasalaring, xursand bo'lib qolamiz. Like bosib, yana obuna bo'lib qo'ysalaring, ting etib bosib qo'ysalaring, biz juda xursand bo'lib qolamiz. Endi operator mana shu tomon shundoq olasizda. Xo'p. Shunday kirib kelishda odamga birinchi o'rinda nima kerak? Birinchi o'rinda 3 ta qozon, 3 xil soldat, serjant, leytenant, polkovnik degandek hamma qozon muhayyoda. Endi mana azbusturbalarni chiroyli qilib apshukasini qildik, bo'yadik. Ikkita azbusturba. Endi xullas qalom kamchilik bo'lsa, kamchilik bemalol yozsalang bo'ladi. Biz ham bilmagan narsalarni bilib olishimiz kerak. Biz endi ustamiz, avliyo emasmiz. Kamchilik bo'lsa bemalol yozaveringlar. Usta mandaqa. Endi agar ishimiz ma'qul kelgan bo'lsa, komment faqat chiroyli izohlar yozishda, keyin like bosib qo'ysalar, iloji boricha tarqatib qo'yinglar. Kimdir o'choq qildirtiraman degan bo'lsa, endi shu ustani niyat qilgandek videolar bo'lsa, tarqatib yuborsalaring, bilmaganlar bilib oladi. Asosiysi xalq mazza qilsin. Biz ham borib ishni qilaylik, sizlar pullayni olaylik. Endi biz ham ishlasak, tirishlik qilsak bizga yaxshi. Bunaqa chiroyli jihozlangan, hamma narsasi komfort qilingan o'choqxona, yetib kuxnani sizlar qurib, bitirib taqdim qilsak, biz ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Xayrlashdan oldin bitta narsani yaxshilab eslataman. Bizga telefon qilishdan oldin iloji boricha agar telefon qilganlaringda ololmay qoladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoq, ya'ni WhatsAppdan, Telegramdan bir narsa yozib qo'ysanglar, biz ishdan keyingi holatda o'shani bir boshdan tekshiramiz. Endi telefon qilganlaringda ololmayapmiz, to'g'ri tushunasizlar faqat. Sababi telefonimiz bezuvkda yoki o'zimiz tomda ag'darada bo'lib qolishimiz mumkin. Faqat to'g'ri xayolga borib, to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, biz xursand bo'lamiz. Like bosib qo'ysalar, yana qo'shimchasi xursand bo'lib qolamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.